Assalomu alaykum. GFS Tracking kompaniyasiga kelganmiz. Ofislarini qanaqa jihozlab berganimizni hozir siz bilan bitta video obzor qilib o'tamiz. Kimga narxi qiziq bo'lsa, videoni oxirida aytib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, xonamizni avvalgi oynalar bilan tushgan. Bu stolimizni mijozimizni ko'rishlaridan oldin ko'p joyga borgan ekanlar. Birinchi joylarida stol kichkina bo'lgan, ikkinchisi sal kattaroq bo'lgan. Biz ularga chiroyli yechim berdik. 3 xil view stolini 3D vizualizatsiyada ko'rsatdik. 3 xil modeldan именно Deuce Chicago modelini tanladilar. Deuce stolimizga rahbari uchun Mareti kreslosini qo'yib berganmiz. Buni ichki tomoni naturalniy koja, orqa tomoni eko kojadan qilingan. Natural kojani qanaqa jatosi bo'ladi? Natural koja ushlagan paytingizda g'ijimlanadi, keyin yong'inga chidamli bo'ladi. Переговорda qatnashuvchilar uchun Silvano kreslomizni qo'yib berganmiz. Xitoydan keltirilgan eko kojadan qilingan kreslomiz. Logislarni ish sifatini yaxshilab berish uchun biz ularga 60 dona Penolite kreslosini qo'yib berganmiz. Xitoydan keltirilgan, maksimal nagruskasi 120 kg, 190-195 cm bo'yi baland bo'lgan xodimlar uchun to'g'ri keladi. Sababi bunda slayderi bor, tizzani 90 gradusda ushlab turishi va yelka qismlarini ham 90 gradusda ushlab turish uchun yaxshi kreslo. Ortopedический ergonomik kreslo 2025-yilda top modelidan hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, direktorimizning xonalari juda ham kichkina. Biz 3 ta stolni 3D vizualizatsiyada ishlatdik. Birinchisi Kano Madi, ikkinchisi Kano Jerry, uchinchisi Kano Grand. Ko'rib turganingizdek, Kano Jerry'ni ikkitasini bir xil qilib qo'yib berganmiz. GFS Tracking kompaniyasiga qo'yib bergan mebellarimizning narxi 154 million 180 ming so'm bo'ldi.